Yashamoq. Ko'z yoshlarga g'arq qilgan asar. Yashash bu sinovmi yo umid? Yuhua qalamiga mansub Yashamoq bu inson sabri va taqdiri haqidagi fojiali epos. Ba'zan yashash bu kurash, nafaqat tan bilan, balki qalb bilan. Figuyi u hamma narsani yo'qotdi. Mol-mulkini, oilasini, orzularini. Qimor unga boylikdan ko'ra pushaymon qoldirdi. Yaxshilikni so'rab emas, uni his qilib yashashni o'rganadi odam. Hayot ba'zida bir necha soniyada butun dunyoni o'zgartiradi. Unga faqat ho'kizi qolgan edi. Va yashash uchun sabr. Yashash bu halokat emas, bu jarayon. Og'riqli, ammo tiriklik bilan to'la. Yashash bu sinovmi yo umid? Agar siz hayotning achinarli, ammo real jihatlarini tushunishni istasangiz, Yashamoq kitobini albatta o'qing. Bu kitob Xitoy haqida emas, hamma insonlar haqida. Yashash va bardosh haqida. O'qing, his qiling, o'rganing.